Shuni bugun hal qilib beraman. O'rta, yaxshimisan? Qalaysan? Charchamayapsan? Uydagilaring yaxshimi? Yaxshi. Adaylar yaxshimilar? Yaxshi o'rta. O'rta, anchadan beri aytmoqchi edim. Qaratmoq. Hozir 2 minut. Qizim o'rta. Labbi. Ojonim. Abul. Kechroq ko'rishamiz. Хорошо. Bo'ldi. Gaplashib bo'ldim. Mana uni aytmoqchi edim. O'rta, 2 kundan beri ko'ryapman. O'rta. 5 minut iltimos. O'yin o'ynayotgandim. Hozir yutqizib qo'yaman. Shuni tugatib oling. O'tirib mazza qilib gaplashamiz, a? Ey! Kallang joydami, ne jahl qo'ysan menga? Tushgan Mamitga? Ne u qizlarga o'xshab arazlab ketaveribsan? Sal ko'zingni ochgansan. To'g'ri, hozir ko'p pul topayotgandirsan, boshqa qilayotgandirsan. Lekin aniqda oilangga vaqt ajratmasdan, qattaga o'ynash, qizlaring bilan yuribsan. Men qara. Aqllilik qilma menga. Hayot menikimi? Xohlaganimcha yashayman. Aralashma bo'ldi. Men oyoq kiyimingni necha pulga olgansan? 5 millioncha bordi. 5 million. Bu oyoq kiyim necha pul turadi deb o'ylaysan? 200 ming ham turmasa kerak. 2,5 Kallang joydami? Itam kiymayapti, bunaqa oyoq kiyim hozir. itam kiymayapti. Adayni oyoq kiyimlari. Sen shu darajada o'zing bilan o'zing bo'lib ketdingki, oilang naryoqda tursin, o'z otangga ham vaqt ajrata olmayapsan. Bilasanmi nimaga oldim? Senga ko'rsatish uchun emas. O'g'limga vaqti bo'lmayapti. Oyog'imdan suv o'tib ketyapti. Mashina yamab olib kelib bera olasanmi deb adang menga iltimos qilyaptilar. Sen o'zingni ehtiyot qilgin. Men buni yamab omonatni egasiga topshiraman.